Uzun CSS dersiga 13-chi qism CSS text formatlari. Birinchi text bezash. Buning asosliq text decoration xarakteri orqali belgilash bo'ldi. Uni oid qiziqarli format unumi ta'minlagan bo'lib, 5 xil qimmatni oldi. Masalan, noun deganimiz asli qimmat underline text ostiga chiziq chiqarish, ya'ni HTMLdagi yo'qotgich bilan o'xshash unumi. Overline text ustiga chiziq chiqarish, line through text o'ttirisiq chiziq chiqarish, blank textni chaqintib ko'rsatish. Mana bu Netscape ko'rishga blank xatgich hisoblandi. Buning unumi qaraydigan bo'lsak, mana bu 5 xil xat unumini biz ko'rsatib bergan. Buningki mana bu asli kodga qaraydigan bo'lsak, mana noun, underline, overline, line through, blank deb mana bu 5 xil unumda mana bu ostiq siziq, ustik siziq, o'ttirsiq siziq va mana chaqnitish unumi mana oyi 8 tor ko'rgishda ko'rinmaydi. Texmi yuqori darajali tor ko'rgishda mana unumni ko'gil bo'ldi. Anonki ikkinchi quruq ifodani bir taraf qilish. Buni biz white space xarakteri orqali belgilash bo'ldi. O tekstdagi bo'shliq qurolmashtirish va tabiiy ifodalarni ishlatishimizga ta'sir qiladi. Uning qiymatini normal deb berganda barliq bo'shliq ifodalarini birlashtirib hamda qurtashlash ifodasini qoldirib. Qiymatda bo'shliq ifodasi birlashib ketmaydi, qurtashlash ifodasini elib qoldi. No wrap qiymati tekstning qurtashlanib ketishining oldini oldi. Buningga biz shu white space ning xarakter qiymatlariga qaraydigan bo'lsak, mana bu preline, normal, no wrap, pre-wrap deb masalan mana bu bo'shliq ifodasininki bir necha bo'shliq ifodasini qo'ygan vaqtda uni birlashtirmamdi yoki saqlab qolamdi. Ammo bu quruq o'tkash belgisi, ya'ni enter knopkasini bosgan vaqtimizdagi shu belgini saqlab qolamdi yoki amaldan qoldiramdi. Anki avtomatik quruq o'tkashni cheklamamdi degandek mushkul holatda bo'ldi buning qiymatlash doirasi. Undan keyin qo'shimcha bilan tekst yo'linishi. Odatda bu direction xarakteri text yo'linishni ifodalaydi. Uning ikki xil qiymati bor. Birisi RTL, ya'ni right to left degan so'zning qisqartirilmasi bu. Bu o'ngdan so'lga, ya'ni uyg'urcha, arabcha qatorliq so'zlarni bir taraf qilganda yoki mushkildagi to'g'ri bekatlarni tuzgan vaqtimizda shu HTMLningki umumiy element qismiga shu direction qismini o'ngdan so'lga to'g'rilandi xat deb işte aniqlab berib o'tamiz. Anonki left to right, soldan o'ngga, inglizcha, xoncha qatorliq shu soldan o'ngga yozilgan xatlarga nisbatan shu tekst yo'nalishini LRT qilib belgilaymiz.